Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun 7-sinf O'zbekiston tarixi 3-mavzu Eftallar davlati, Eftallar davrida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot degan mavzu bilan tanishamiz. Kelinglar dastlab ushbu davlatning tashkil topishi va rivojlanishi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lib o'tsak. Ushbu davlat 5-asr 20-yillardan 6-asr 70-yillar oralida mavjud bo'lgan davlat bo'lib, yozma manbalarda ushbu davlat Eftaliylar, Eftallar, Eftalitlar, Haytallar nomi bilan uchraydi. Eftallar shohi Eftalon nomi aynan ushbu nomning shakllanishiga sabab bo'lgan deb e'tirof etadi ko'plab tarixchilar. Eftallar davlati 5-asr boshlarida O'rta Osiyo hududida sharqdan kirib kelgan. Eftallar davlatining dastlabki poytaxtlari Buxoro shahri yaqinidagi Poykent va Varaxsha shaharlari sanaladi. Eftallar davlati rivojlangan, ya'ni kuchaygan eng davrda O'rta Osiyo, Sharqiy Turkiston, Afg'oniston, Shimoliy Hindiston va Pokiston hududlarini o'z tasarrufiga olgan yirik davlat bo'lgan. Aynan ushbu hududlarni 5-asrning ikkinchi yarmi, 6-asrning birinchi yarmida o'z nazoratida ushlagan. Ushbu davlat Xitoy, Sosoniylar bilan aloqa o'rnatishga harakat qilgan. 456-yilda Xitoyga hatto elchilarni ham jo'natgan. Sosoniylar davlati ushbu davlatning kuchayib ketishidan xavfsiragan. Shu maqsadda ushbu davlatga qarshi bir necha bor urushlar olib borgan. Ayniqsa Sosoniylar shohi Peruz davrida 3 marotaba urush harakatlari amalga oshirilgan. Afsuski, uchala jangda ham mag'lubiyatga uchragan va 484-yil jangda Peruzning o'limi bilan bu jarayon yakunlangan va katta miqdorda kumush hisobida o'lpon to'lashga sabab bo'lgan. Ushbu davlatda davlat boshqaruvi ham o'ziga xos bo'lib, unda yakka hukmdor hukmronlik qiladi. Ammo taxt otadan bolaga qolmaydi. Sulola a'zosidan loyiq inson tanlab olinadi va maxsus kengash buni tasdiqlaydi. Viloyatlarda boshqaruv esa shoh, ya'ni shohga mansub sulola a'zolari tomonidan idora qilib boriladi. Hatto ushbu viloyat hukmdorlari ham o'z nomidan kumush va mis tangalar ishlab chiqarishgan. 5-asr oxiri, 6-asr boshlarida ushbu davlatning Xorazm, Sud, Chosh, Toxariston viloyatlarida hashamatli binolar bo'lgan alohida qo'rg'onlari vujudga kelgan. Eftallar davrida davlat boshqaruvi qonun qoida juda qat'iy bo'lib, davlat asosan harbiy kuchga tayangan. Jinoyat uchun esa juda qattiq jazo tartibi belgilangan. Eftallar davlati Turk xoqonligi va Eron Sosoniylar bilan doimiy to'qnashuvlar natijasida zaiflashadi va 563-567-yillar oralig'idagi harakatlar natijasida ushbu davlat tarix sahnasidan ketishga majbur bo'ladi. Eftallar davlatida xo'jalik hayoti bilan tanishamiz. Eftallar davrida birlashgan aholining etnik tarkibi xilma-xil bo'lgan. Iqtisodiy savdo munosabatining izchil yo'lga qo'yilishi mamlakatda dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, hunarmandchilik ravnaq topishiga asos bo'lgan. Aynan Eftallar hukmronligi davrida Qozog'istonning janubi va Toshkent viloyatini suv bilan ta'minlaydigan Zog'ariq va Bo'zsuv kanallari, Samarqand viloyatining janubiy tumanlarini suv bilan ta'minlovchi Darg'om kanali aynan 5-asrda Eftallar hukmronlik davrida vujudga kelgan. Eftallar davridagi savdo va pul munosabatlari masalasidan batafsil tanishib olamiz. Tashqi savdo bojidan manfaatdor bo'lgan Eftallar Ipak yo'lini o'z nazoratida ushlashga harakat qilishgan. Ular Xitoy, Hindiston, Eron, Vizantiya kabi davlatlar bilan xalqaro savdoda faol qatnashgan. Ipak yo'li savdosida Sosoniy savdogarlar bilan doimiy raqobatda sudlar asosiy vositachilik qilishgan va butun nazoratni o'z qo'lida ushlab turishga harakat qilishgan. Tashqi savdoda ipak, lok, bo'yoqlar, rangli shishalar, qimmatbaho toshlar, arg'umoq otlar, matolar, shirinliklar, qurol-yarog'lar asosan bozori chaqqon mahsulotlar sifatida e'tirof etiladi. Xalqaro savdo aloqaning rivojlanishi pulga bo'lgan munosabatni tartibga solishga olib kelgan. Ichki va tashqi savdo asosan Eftallar Sosoniylarning kumush tangasidan foydalanishgan. Keyinchalik Buxoro, Poykent, Vardona, Naqshab, Samarqand, Xorazm mahalliy hokimliklarining chaqa tangalari ichki savdoda keng foydalanishi yo'lga qo'yilgan. Eftaliylar davlatda til va madaniyat ham juda jiddiy ravishda rivojlangan. O'rta Osiyo aholisining bir qismi so'g' tilda, ikkinchi qismi esa turkiy tilda so'zlashgan. So'g' tili xalqaro savdo tili sifatida e'tirof etiladi. U Yetsu, Farg'ona, Sharqiy Turkiston va Xitoy hududlarida ham keng foydalanilgan. Aynan Eftallar hukmronligi davrida, ya'ni 5-6-asrlarda yurtimizda So'g'd, Xorazm, Eftal yozuvlari keng tarqalgan bo'lgan. Eftal alifbosi Baxta alifbosidan kelib chiqqan va u 25 harfdan iborat deb e'tirof etiladi. Din masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, Eftallar o't olov
sig'inuvchi otashparast deb e'tirof etiladi. Markaziy Osiyo xalqlari esa o'sha paytda Budda, Nasroniy va Zardushtli dinlarga e'tiqod qilishgan. 5-asrda O'rta Osiyoda shisha savdo rivojlangan. O'rta Osiyo shishasi rangdorligi, tiniqligi bilan Vizantiya shishasidan ustun turgan. Shuning uchun ham Xitoy imperatorlari o'z saroylarini bezashda O'rta Osiyo shishasidan foydalangan. Eftallar davrida O'rta Osiyo aholisining madaniy an'analari qo'shni Hindiston va Eron ta'siri usti bilan uyg'unlashib, ilk o'rta asrlar madaniy shakllanishiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan. Sizlar bilan biz mana shu qisqa suhbatimiz davomida Eftallar davlatining tashkil topishi, ulardagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot, madaniy hayotning o'zgargani haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.